Rostakasini paytlar shov qilishni biladi. Lekin biz seriozli bolalarni urib, keyin gapiramiz. Biz ham gapirishni bilamiz. Endi nima endi? Nima kerak bo'lsa, biz shotamiz. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Qolaversa shu tashkilot rahbari, meni ustozim Jasur aka bilan tushunishlar uchun birga boshlaganman. Yosh bola bo'lganman. Jasur aka kelamiz yurardik. Jasur aka ovqatlarimga pul berardi, metroga bolaga pul berardi. Biz podvolga chilonzolda timlifga qilib yurardik. Jasur akaga hech kim ishonmasdi. Lekin mana Jasur aka mehnat qildi, o'z ustida ishladi va trener bo'lib ham nimadir darajaga yetsa bo'lishini odamlarga ko'rsatdi. Qolaversa, kecha kim esda bo'lsa, men farzandim haqida gapirdim. Доча, твой отец выиграл бой. И эта победа для тебя. Ты не забывай, что твой отец борется каждый божий день, чтобы ты улыбалась. Твой отец любит тебя. Не забывай. И, конечно же, Otajon, sizga ming rahmat. Shunchalik tarbiya qilganingizga ishoning, yaxshi kunlarga endi keldi. Hammasi oldinda. Amin, rahmat. Ustozim Husan aka, rahmatli Hasan aka, sizlarga rahmat. Abdulmalik, огромное спасибо. Mirko, отдельно shu bola bilan hamma taktikani shu bola bilan tuzamiz.